Bir kishi masjidga bordi. U telefonini bezuk rejimga o'tkazishni unutib qo'yibdi. Duo qilish paytida qo'ng'iroq ovozi eshitildi. Domla unga tanbeh qildi. Ibodatdan so'ng esa ibodatxonadagi odamlar uni sukutni buzgani uchun qo'yishdi. Yo'lda ketayotganda og'aynisi uni beparvoligi uchun qancha tanqid qildi. Uning yuzida uyat va sharmandalik aks etib turganini ko'rish mumkin edi. Shundan so'ng u boshqa hech qachon masjidga bormadi. Ammo shu kuni kechqurun u bariga bordi. Hali ham asabiylashayotgan va titrayotgan edi. Tasodifan ichimligini stolga to'kib yubordi. Ofitsiant kechirim so'rab unga o'zini tozalash uchun salfetka berdi. Farrosh yerga to'kilgan ichimliklarni artib tashladi. Ayol menejer esa unga bepul ichimlik taklif qildi va hech narsa bo'lmaydi, insonlar xato qilmasdan yasholmaydi deb uni quchoqlab yuzdan ham o'pib qo'ydi. U o'sha paytdan beri o'sha barga borishni to'xtatmadi. Ba'zi paytda yaxshi insonlar noto'g'ri munosabat bilan odamlarni yomon yo'lga boshlaydi. Insonlar ayniqsa xatolar qilganda ularga qanday munosabatda bo'lish juda ham muhim. Siz insonlaringizning hayotini o'zgartirishingiz mumkin, yaxshilik orqali. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada bitta 100 raqam emojisini qoldirib keting. Luminex kanaliga obuna bo'ling.